Sonlarni foizini hisoblashni eng oson usulni o'rganib chiqamiz. 6400 ni 50% ni topish uchun 6400 ni 2 ga bo'lamiz, javobi 3200 bo'ladi. 6400 ni 25% ni topish uchun shu sonni 4 ga bo'lamiz, javobi 1600 kelib chiqadi. 6400 ni 10% ni topish uchun shunchaki bu sonni 10 ga bo'lamiz, javobi 640 bo'ladi. 6400 ni 5% ni topish uchun shunchaki bu sonni 20 ga bo'lamiz va natija 32 bo'ladi. 6400 ni 4% ni topish uchun bu sonni 25 ga bo'lamiz, javobi 256 bo'ladi. 6400 ni 2% ni topish uchun shunchaki bu sonni 50 ga bo'lamiz, javobi 128 kelib chiqadi. 6400 ni 1% ni topish uchun esa ushbu sonni 100 ga bo'lamiz va natija 64 hosil bo'ladi. Quyidagi usul barcha sonlarga amal qiladi. Matematikani oson va foydali tarzda o'rganish uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.